Assalomu alaykum. Foydali kontentlar bilan ulashishni davom ettiramiz. Bugungi mavzu qalqonsimon bez kasalliklarida uzoq muddatlik gormonal preparatlar, L-tiroksin yoki tirostatik preparatlar, tirazolni ichish nega hamma vaqt ham samara bermaydi degan mavzuni ko'taramiz. Qalqonsimon bez kasalliklari odatda 3 turga qarab bo'linadi. Bu faoliyati pasaygan gipotireoz, ya'ni T3, T4 gormonlar qonga kam chiqariladi. Bo'lishi mumkin tirotoksikoz, zaharli buqoq deyishadi. Ya'ni bunda gormonlar juda yuqori bo'ladi. T3, T4, bazidov kasallik deyishadi yoki bo'lmasam Grave kasalligi deyishadi. Va keyingi tur bu autoimmun tiroidit. Bu antitela K peroksidaza antitipo oshib ketadi. Bunda autoimmun proses bo'ladi. Bu kasalliklar sachetat qilishi ham mumkin. Ya'ni autoimmun proses, autoimmun tiroidit na foni gipotireoz yoki autoimmun tiroidit soputствующий o'sha tugun ham bo'lishi mumkin. Bu kasalliklarni davolash albatta bizning injek klinikamizda vrach endokrinologlarimiz bilan va terapevt bilan, klетчатый terapiya bilan kombinatsiyada plus vrach psixolog bilan davolaymiz. Bir nechta mutaxassis yondashamiz. Shuning uchun u yerda qanaqa holat ketyapti aniqlaymiz. Gipotireozmi, gipertireozmi, autoimmun prosesmi va qalqonsimon bezdagi tugun bo'lsa, unga yana doполнительно o'zimizning metodikani ishlatamiz. Bu yerda albatta individual qarash kerak. Uzoq muddatli L-tiroksin ichib kelish, lekin nega gipotireozni davolamaydi degan savolga keladigan bo'lsak, qalqonsimon bez hujayralari, ya'ni tirotsitlar T3, T4 gormon chiqaradi. Bu faoliyati nega pasayadi degan savolga javob topishimiz kerak. Xuddi biz chelak teshilgan, ustidan suv quyib yotibmiz, lekin sabab bartaraf qilinmayapti. Bizni metodika aynan sabab bilan ishlaymiz. Sababni bartaraf qilamiz. Chunki tirotsitlar nega chiqarmayapti degan savol. Bu bo'lishi mumkin endemik yod defitsit. Gipotireozni banal sabablardan bittasi. Yoki yod yetarli miqdorda chiqaryapti, qalqonsimon bez hujayralarida yallig'langan tugun folikulyar kistalar yoki bo'lmasam kolloid kistalar turibdi. Yoki gipoplaziya bo'lib ketgan autoimmun tiroidit fonida. Yoki bo'lmasam qalqonsimon bez ishlayapti, T4 chiqaryapti, T3 ga konversiya bo'lmayapti. Ya'ni o'sha bosqichda buzilgan. Shuning uchun bu ham individual qaranadigan va qalqonsimon bez gormonlari назначить qilgandan so'ng обязательно har oyda uni ko'rish kerak. Dinamikada qanaqa holat bo'ldi. Bir nechta bemorlarimizni ko'rdik, kelgan o'sha bir necha yil davomida L-tiroksin ichib kelaman. 50 ichaman, keyin 75 ga o'zgartirib berdi, 100 ga o'zgartirib berdi deb murojaat qilishadi. Ha, gormon topshirding desak, yo'q deyshadi. Обязательно gormon topshirish kerak. O'shanda topshirganda ularda T3 ham T4 ham oshib ketgan holat, shuning uchun gipotireozmi, gipertireozmi, autoimmun tiroiditmi har 3 oyda kamida gormonal fonni tekshirib turish kerak va ichayotgan preparatlarni korreksiya qilish kerak. Va bizni klinikangizga murojaat qilsangiz, albatta biz kompleks yondashib yordam ko'rsatamiz. Hop, keyingi savol tirostatiklar, tirazol haqida qisqacha aytmoqchiman. Tirazol haqiqatan qalqonsimon bez faoliyati oshganda, ya'ni gipertireoz, tirotoksik holatlarda juda ham yaxshi yordam beradi. Lekin bu remissiyaga ma'lum bir darajada olib keladi. To'liq davolashga hamma vaqt ham yordam bermaydi. Shuning uchun hattoki tirazol ichayotganda merkazalin boshqa savdo nomlari bo'lishi mumkin. Uni ham korreksiya qilish kerak, dozasini o'zgartirish kerak. Chunki tirazol ichib ham bizda qo'shimcha kasallik ortib olganlar ham bor. Yillar davomida tirazol ichib kelgan, bez kontrol na gormon topshirgan, na o'sha qalqonsimon bezni uzi qilgan. Afsuski bu tirazol boshqa asoratlar, vaskulit, autoimmun proses, jigardagi kasalliklarga sabab bo'lgan. Chunki u tirostatik dori bo'lib, побочный действиялari juda ham ko'p.
Shuning uchun juda ko'p qo'llaniladigan shu preparatlarni qabul qilayotgan bemorlarimiz albatta shifokor ko'rikka borishi kerak, повтор gormon topshirish kerak, uzi qilish kerak. Kerak bo'lsa bu qo'llayotgan preparatlarni korreksiya qilish kerak. Дополнительно masalan mikroelementlar qo'shish kerak. Дополнительно o'sha diyetalarga обязательно rioya qilish kerak. Chunki autoimmun tiroiditda ham biz endi hujayra darajasida ishlash jarayonida ko'p guvoh bo'ldik. O'sha lor vrachlarimiz bilan birga davolaymiz. Nega? Chunki gaymariti bor. Limfa bezlari bor. Bu limfa basseyn qalqonsimon bez bilan birga o'tadi. Autoimmun protsesni boshlanishiga ham ko'p holatlarda shu lor a'zolarining kasalliklari sabab bo'ladi. Shuning uchun organizm bu sistema, bir butun. Limfa, lor a'zolar kasalliklari, qalqonsimon bez, jenskiy ayollarda masalan uchraydigan besplodya deymiz, mastopatiyalar, yeyishlik, tuxumdondagi o'sha menstruatsiya hayz siklining buzilishi hammasi bu bitta sistema bo'lib ishlaydi va bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun bitta kasallikni davolashda har doim kompleks yondashishni biz tavsiya qilamiz va o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmasligingizni biz eslatib o'tmoqchi edik. Chunki bu kasalliklar afsuski boshqa asoratlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash foydali kontentlarni xudo xolasa bo'lishib borishda davom etaveramiz.